Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan AIDS, ya'ni orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. AIDS bu orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi bo'lib, qisqacha AIDS deb nomlanadi. Xo'p, bu kasallik OITV, ya'ni odamda immunitet tanqisligi virusi, ba'zan OIV ham deb ataladi. Mana shu virus orqali rivojlanadi. OIV, ya'ni odam tanqisligi virusi, odamda immunitet tanqisligi virusi organizmga tushgach, immun tizimini asta-sekin zaiflashtiradi. Natijada inson turli infeksiyalar va kasalliklarga qarshi kurasha olmay qoladi. AIDS bu OIV infeksiyasining eng oxirgi bosqichidir. Demak, AIDS bu kasallik, OIV esa virus, ya'ni AIDSga sabab bo'luvchi virus ekan. AIDS haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, demak, AIDS odamning immunitetini, ya'ni immun tizimini ishdan chiqaradi. Immun tizimi ishdan chiqqandan so'ng organizm duch kelgan infeksiyaga qarshi kurasha olmay, oxir-oqibat nobud bo'ladi. OIV va AIDS o'rtasidagi farqlar. Xo'p, OIV bu virus, AIDS esa virusga sabab bo'lgan immun tizim yetishmovchiligi holatidir. Demak, OIV bu odamda immunitet virusi, AIDS esa orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Ba'zan odamda immunitet tanqisligi sindromi ham deb ataladi. Yuqish yo'llari. OIV quyidagi yo'llar bilan yuqadi. Jinsiy aloqada, himoyalanmagan jinsiy aloqa, qon orqali, masalan, infeksiyalangan igna qon quyish orqali, onadan bolaga, homiladorlik, tug'ruq yoki emizish orqali. Yuqmaydigan holatlar. Xo'p, yuqish yo'llaridan qon orqali degan qismiga qo'shimcha qilib ketamiz. Bu stomatologiya, manikyur, pedikyur, sartaroshxonalarda bevosita odam organizmini o'sha ommaviy jamoat xizmat ko'rsatish joylari bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni insonlarning qoni, ya'ni boshqa kasal insonning qoni sizning tanangizga yoki qoningizga tegishi mumkin bo'lgan holatlarda yuqishi mumkin ekan. Demak, stomatologiya, sartaroshlik, manikyur, pedikyur xizmatlarida qon orqali yuqishi mumkin. Onadan bolaga esa homiladorlik, tug'ruq yoki emizish orqali yuqar ekan. Yuqmaydigan holatlar. Xo'p, OIV quyidagilar orqali yuqmaydi. Qo'l berib ko'rish orqali, quchoqlashish, bir idishdan ovqatlanish, birga yashash, pashsha yoki chivin chaqishi. Xo'p, to'xtaladigan bo'lsak, qo'l berib ko'rish orqali yuqmaydi, quchoqlashishda yoki ba'zan o'pishishda ham yuqmasligi mumkin. Bir idishdan ovqatlanishda, ya'ni bu hech qachon oshqozon ichak trakti orqali yuqmaydi. Birga yashash deyilganda juft er-xotin nazarda tutilmayapti. Birga yashash deyilganda ota-ona yoki oila bo'lib bir qo'nimgohda yashash haqida gap ketyapti. Pashsha yoki chivin chaqish orqali ham yuqmaydi. Belgilari. OIV yuqqan odamda dastlabki bosqichlarda hech qanday simptom bo'lmasligi mumkin. Keyinchalik quyidagilar kuzatilishi mumkin. Demak, barchamiz ehtiyot bo'lishimiz mumkin. Odamda immunitet virusi dastlab hech qanday simptom ko'rsatmasligi mumkin ekan. Doimiy charchoq keyinchalik kuzatiladi. Doimiy charchoq, haroratning ko'tarilishi, limfa tugunlarining kattalashishi eng asosiy belgilardan biri. Limfa tugunlari, ya'ni odamning immun sistemasi limfositlariga, periferik limfa tugunlarining yallig'lanishi evaziga ularga kattalashishlar yuzaga keladi. Ozib ketish, tez infeksiyalarga chalinish. Infeksiya deganda har qanday infeksiya, gripp, adenovirus, umuman tashqi infeksiya, bakteriya, zamburug', har qanday mikroblarga qarshi inson kurasha olmay qoladi, chunki immuniteti borgan sari zaiflashib boradi. Bu kasallik immunitetning kasalligi. Immunitet esa bizni himoya qiluvchi vosita. Himoya qiluvchi vositamiz yo'q bo'lgandan keyin biz tez infeksiyalarga chalina boshlaymiz.
davosi bormi? Hozircha OITSning to'la davosi yo'q, ammo antiretrovirus terapiya ART yordamida OIVni nazorat ostida saqlash, kasallik rivojlanishini sekinlashtirish va bemorning hayot sifatini yaxshilash mumkin. Demak, to'liq davosi yo'q ekan. Meni taxminim bo'yicha bu tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sabab bo'luvchi bo'lardi. Agar buning davosi topiladigan bo'lsa, tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lardi. Bu kasallikning davosini topgan inson yoki jamoa. Oldini olish, profilaktika. Himoyalangan jinsiy aloqa, ya'ni hamma halol o'z jufti bilan jinsiy aloqa qilishi kerak. Er ham, xotin ham, ayol ham. Qon va igna sterilizatsiyasiga rioya qilish kerak. Sterilizatsiya, qon va ignaning. O'sha stomatologiya deyapman yoki o'sha manikyur, pedikyur, ommaviy xizmat ko'rsatishlar. Homilador ayollarda OIV bo'lsa, maxsus davo bilan bolaga yuqishini oldini olishimiz kerak ekan. Demak, do'stlar, bu sizlarga qisqacha ma'lumot edi OIV virusi haqida va AIDS kasalligi haqida. Bundan tashqari, faqat bu videoning o'zi emas, boshqa to'liq sizlar bilan shu kamerada bevosita o'zim chiqib bu kasallikni yanada batafsil, chuqurroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Hozircha shu qisqa ma'lumot bilan cheklanasizlar. Demak, OIV, AIDS yuqish yo'llari, davosi, oldini olish choralari, qanday hollarda yuqmaydi, qanday hollarda yuqadi, yuqadigan hollarning qanday hollarida yuqadi va qanday hollarda biz yuqmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Va qisqacha bu kasallik haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Demak, bu kasallik bizda immunitetning kasalligi ekan. Ya'ni immunitetning zaiflashtirish kasalligi ekan. Immunitet zaiflashgandan keyin go'yoki har qanday oddiy infeksiyalarga qarshi, oddiy mikroblarga qarshi ham inson kurasha olmay, oxir-oqibat bu dunyoni tark etishiga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun AIDS kasalligi hozircha davosi topilmagan, butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan eng og'ir, eng davosi yo'q kasalliklar sirasiga kiradi. Shuning uchun bu 21-asrning vabosi hisoblanadi. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. AIDS kasalligi haqida dastlabki eng kichik ma'lumotlarni, eng kichik qisqa ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Kanalimiz AIDS kasalligini yanada yoritib borishda davom etadi. Go'yoki AIDS shifoxonalariga borib, ba'zan AIDS kasallar bilan suhbatlar o'tkazishimiz mumkin. Sizlarga AIDSga yuqtirmasliklaring uchun ba'zi maslahatlarni olishga ham harakat qilamiz. Tibbiyot xodimlaridan, kasallardan yoki bevosita AIDSni aniqlash laboratoriyalari orqali. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Sizlar bilan boshqacha doktor, boshqacha videolar shaklida bo'ldi. Kanalga obuna bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringga va bu ma'lumotga qiziqqan barchaga yuborib qo'yinglar. Salomat bo'linglar azizlar. AIDS sizlarning hayotlaringizga umuman yaqin yo'lamas.